Hozir bu bolaga birdaniga parazitarka qilish mumkin emas. Assalomu alaykum. Men Marg'ilon shahridan keldim. O'g'lim 4 yashar, Rahimov Muhammad Amin ismlari. Biz may oyida doktorga borganimizda shu Farg'onaga bizga buyrak yetishmovchiligi degan tashxis qo'yilgan, gormon dori berishgan, Prizanol. Oshqozonini ham shilib qo'ygan, buyragida kista bo'lib qolgan bolada, gijjalari ko'p bo'lgan. 5 oy davomida ichdi, avgust oyida yana shu takrorlandi. Mana hozir bu yerda biz lecheniyalar olyapmiz. Bolamda ancha o'zgarishlar bor, shu ishlar qaytyapti. Bolani ko'zi yumuq, umuman koptok holatda kelgan. Qorni qattiq, qorni ishgan holatda kelgan. Mana hozir ishlarni yurg'izib, yumshatib, jigari ishga solib, mana qornini yumshatdik. Bunda 3 mahal, 4 mahal hojatga boryapti, mana yumshoq holatga keldi.